Yuqorida ta'kidlaganimizdek, bugun 12 avgust sanasi va butun dunyoda Xalqaro yoshlar kuni sifatida alohida e'tirof etilgan kun. Xuddi shunday va bizning yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosi ham aynan kelajagimiz, ertasi bo'lgan yoshlarimizga qaratilgan. Har sohada rivojlanishlar aynan mana shu yoshlarimizning vatan ertasini yaratishlari uchun, yurt kelajagini, poydevorni yaratishlari uchun mustahkamlanib boriladi. Mana shu islohotlar zamirida esa yoshlarimizni albatta iste'dodlarini qo'llab-quvvatlanishi, ularni tadbirkorlikka yo'naltirish, umuman olganda bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etish va jamiyatga eng kerakli kadrlarni tayyorlashdan iborat. Va mana shu islohotlar samarasi o'laroq bugun qanchadan qancha yoshlarimiz juda katta yutuqlarni qo'lga kiritishyapti. Assalom Buxoro ko'rsatuvidan ham iste'dod sahifasi o'rin olgan bo'lib, biz ushbu sahifamiz orqali ko'plab yutuqqa erishgan yoshlarimizni faoliyatlari bilan sizni doimo tanishtirib bormoqdamiz. Navbatdagi qahramonimiz ham xuddi shunday iste'dod egalaridan biri. Va marhamat, birgalikda tomosha qilamiz. O'zbekiston yoshlar mamlakati har bir islohot zamirida eng avvalo yoshlarni bandligini ta'minlash va ularga ko'mak ko'rsatish borasida tashabbuslar ilgari surilmoqda. Yana bir muhim jihat, yoshlar bu imkoniyatdan unumli foydalanyapti. Bugun bo'sh vaqtidan unumli foydalangan, oilasiga daromad olib kirish istagida bo'lgan yoshlar esa doimo e'tibor markazida bo'ladi. Sahifamiz qahramoni Jondor tumanidagi Obod mahallasida istiqomat qilib kelayotgan Ruxshona Rustamova. Yoshlar daftariga kiritilgan qahramonimiz berilgan har bir imkoniyatdan unumli foydalanishga harakat qiladi. Qandolatchilik sir asrorlarini puxta o'zlashtirish bilan birga ayni kunda talaba bo'lishga ham ulgurdi. Maktabdan keyin kelib vaqtim zoya ketmasligi uchun shu yoqda ish o'rganganman. Yaqinda 1 yil bo'ladi kelganimga. Oylik maoshimiz yaxshi, vaqtida berib turalar. Hozirgi kunda qo'ldan kelgancha hammasini o'rganib boryapman. Shu bilan bir qatorda oilamga moddiy daromad olib kiryapman. Yosh qandolatchi bugungi kunda 10 dan ortiq shirinliklarni mustaqil pishira oladi va buning ortidan mo'may daromad egasiga aylanmoqda. Kelajakdagi rejalar esa yuksak maqsadlar uchun xizmat qilishi aniq.